Assalomualaikum aziz muxlislarimiz, bizlarning qadrbaland yurtdoshlarimiz. Bizlar Buxoro elini Peshku tumanining bir yaxshi xonadoni xizmatiga keldik. Xudo xolasa efirda uzoqlashmang. Hammangizni yaxshi ko'ramiz. To'yimiz zo'r, ajoyib chiroyli. İçeriğimiz büyük, içeriğimiz layıkına basıp. Bugün Buxorodamiz. Zo'r bo'ladi to'y, xudo xolasa. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Eng qiziqli videolar bizlarda. Shaxsan o'zim 4-iyun kuni uchrashganmiz va mana shu to'yga biz taklif qilib kelganmiz. Sizga katta rahmat. Bugungi mana shu to'yga kelganingiz uchun sizga she'riyat shunday. Zavq olar vasl razmdan, dil gayraydi kuy nazmdan, hayot oqadi azmdan. Salom sizga Xorazmdan, salom sizga Xorazmdan. Bir yonimiz Qoraqalpoq, bir yonda Turkman do'st inoq. Uch og'ayni, uchta o'rtoq. Salom sizga Xorazmdan, salom sizga Xorazmdan. Bugungi to'yimizni zavq va shavq bilan o'tkazib berasiz degan umiddaman. Ishingizga omad tilab qolaman. Va men sizni Dilya Samarqand shahriga kutamiz sizni. Nasib bo'lsa to'ylarimizga boring. Rahmat.